U kelgan birinchi kechada men buni ko'rishdan oldin his qildim. Yotoqxonamizdagi havo og'irlashdi, xuddi kimdir ko'kragimning barcha derazalarini yopgandek. Men karavotimda yotib, telefonimni aylantirayotgan edim. Chiroqlar bir marta miltilladi, keyin u jilmayib turdi. "Salom", dedi u ohista. Uning ovozi bo'lishi kerak bo'lgan tarzda aks-sado bermadi. Bu to'g'ridan to'g'ri boshimga kirgandek tuyuldi. Uning ismi Zara edi. Tabiiy his etmaydigan tarzda go'zal. Uning ko'zlari qorong'i, juda qorong'i edi. Go'yo ular yorug'likni aks ettirish o'rniga uni o'ziga singdirdi. Yotoqxona boshlig'i uni tasodifiy tanishtirdi va u qochib o'tgan talaba ekanligini aytdi. Hech narsa noto'g'ri tuyuldi. Ammo Zara sumkasini qo'yganida men galati bir narsani payqadim. Hech qanday tovush yo'q edi. Hech qanday zarba yo'q. Zip yo'q. Hech narsa. O'sha kecha men uxlay olmadim. Zara to'shagida o'tirdi va sochlarini qayta taraydi, garchi u allaqachon mukammal bo'lsa ham. Soat 2:47 ni ko'rsatgan. Men undan nega uxlamayotganini so'radim. U sekin o'girilib, jilmayib qo'ydi. "Menga ko'p dam olish kerak emas", deb javob berdi. U uning oynadagi aksi bir soniya kechikdi. "Avvaliga o'zimga charchadim", dedi. Qayta o'ylab chiqmoq. Hostel hayoti sizga shunday qiladi. Ammo keyingi bir necha kun ichida Zara yaqinlasha boshladi, juda yaqin. U meni hech kim eshitmagandek tingladi. U mening qo'rquvlarimni gapirishimdan oldin bilar edi. U gaplarimni tugatdi. Ba'zida u men oilaga savollarga javob berardi, lekin hech qachon baland ovozda aytmagan. Bir kuni kechqurun sinfimdagi bir bolani tilga oldim. Faqat tasodifan. Zaraning tabassumi g'oyib bo'ldi. Xona harorati bir zumda tushib ketdi. "U sizga kerak emas", dedi u, ovozi xotirjam, lekin o'tkir. O'sha kechasi men qo'llarimdagi tirnalgan narsalarni orzu qilardim va terimda qizil do'klar yonib uyg'ondim. Vaziyat tezda avj oldi. Oyna mening dushmanimga aylandi. Qachonki men uning yonidan o'tsam, Zara orqamda bo'lmaganda ham uni. Kechasi u uyqusida gapirardi. Ingliz emas, urdu emas, men tanigan biron bir til emas. Bu so'zlar qadimiy edi. Og'ir. Bir marta men uyg'onib ketdim. Uning to'shagimda turganini ko'rdim. Uning ko'zlari xira porlab turardi. "Siz men bilan xavfsizsiz", dedi u, "agar siz faqat meniki bo'lsangiz." Men oilamga qo'ng'iroq qilishni to'xtatdim. Men tashqariga chiqishni to'xtatdim. Har safar sinab ko'rganimda nimadir noto'g'ri bo'ldi. Telefonim olib qoldi. Oyoqlarim zaiflashdi yoki to'satdan o'zimni tomosha qilayotgandek his qildim. Zara men qachon qo'rqqanimni doim bilardi. U qo'limdan ushlab, tasalli pichirladi va asta-sekin, xavfli, men uning mavjudligiga bo'g'liq bo'la boshladim. Yotoqxona qizlari bizning xonamizdan qochishdi. Ularning aytishicha, bu la'natlangandek tuyuladi. Bir qiz menga ertalab soat 3 da Zara koridorda yurganini ko'rganini aytdi, lekin bizning eshik ichkaridan qulflangan edi. Boshqasi xonamizda faqat men bo'lganimda ikkita soyani ko'rganini aytdi. Do'stim bilan eski yozuvlar xonasiga tashrif buyurganimda haqiqat meni urdi. Chang bosgan registr ochildi, varaqlar sargayib ketdi. Surat chiqib ketdi. Yuragim to'xtadi. Bu Zara edi. Xuddi shu yuz. Xuddi shu ko'zlar. 1998 yil. O'lim sababi noma'lum. Jasad belgilanmagan holda topildi. Xonadoshi yo'q. O'sha kechasi men unga duch keldim. U buni inkor etmadi. "Men hech qachon odam bo'lmaganman", dedi u xotirjam ohangda, karavotimga o'tirib. Ammo men his qilgan narsam haqiqat edi. Men sizni tanladim. Uning soyasi g'ayritabiiy tarzda cho'zilgan devorga burilib ketdi. "Sen menga iliqlik berding. Diqqat. Men uni oziqlantirdim. Men seni himoya qildim." Men qichqirdim, eshik tomon yugurdim, lekin eshik ochilmadi. Chiroqlar sindi. Ko'zgu yorilib, undan xonani shivir-shivirlar to'ldirdi. Zara endi tik turdi, endi yashirinmadi. Uning ko'zlari cheksiz qora edi. "Siz qolishingiz mumkin", dedi u ohista. "Yoki men sizga hech kim tegmasligiga ishonch hosil qila olaman. Qancha yig'laganimni eslolmayman." Ertasi kun